Orzu qilish boshqa, u tomon harakat qilish boshqa. Qo'pol qilib aytganda, orzu qilishni 3 yoshli bola ham qila oladi. Orzu qilish oson, harakat qilish esa yo'q. Hozir qanday vaziyatdasiz, qanday ishda ishlayapsiz, bu muhim emas. Aravakash, sotuvchi, ofitsiant, quruvchi, betonchi, balki oddiy shofyorsiz. Bu muhim emas. Muhimi, sizni aynan hozir oldingizga qo'ygan maqsadingiz va u tomon qilayotgan harakatingiz. Hayotingizda bo'layotgan hech narsaga qayg'urmang, afsuslanmang, g'am chekmang. Chunki peshonada borini ko'z ko'radi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, harakatdan hech qachon to'xtab qolmang. Noumid bo'lmang. Ko'zlangan maqsad tomon harakat qiling va siz ana shu maqsadga erishasiz, chunki siz bunga loyiqsiz. Siz o'zingizga ishoning. Men esa sizga ishonaman.